Tushda soch yuvishning ta'birlari. Poklanish va yangilanish. Tushda soch yuvish hayotda yangi bosqichga o'tish yoki negativ energiyalardan tozalanishni anglatadi. Agar tushingizda sochlaringizni yuvayotgan bo'lsangiz, bu hayotdagi muammolar yoki tashvishlardan xalos bo'lishingizni bildirishi mumkin. Toza va yaltirab turgan sochlar hayotingizda omad va yaxshiliklar kelishiga ishora qiladi. Soch yuvish ba'zan jismoniy va ruhiy sog'liqning yaxshilanishini bildirishi mumkin. Agar tushda suv toza bo'lsa, bu yangi imkoniyatlar eshigi ochilishidan darak beradi. Agar suv loyqa yoki iflos bo'lsa, ehtiyotkorlik bilan qaror qabul qilish kerakligi haqida ogohlantiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.